Assalomu alaykum, sevimli kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan mana shunaqa noodatiy, kreativ postlar yozishni o'rganamiz. Buning uchun Telegram kanalga kirib, qidiruvga controller bot deb yozamiz va quyidagi ikkinchi botga kirib olamiz. Kirgach, boshlashini start tugmasini bosamiz va til sozlamalarini ruskiy qilib olamiz. Add channel tugmasini bosamiz. Endi bizga bot yaratyapti. Bot fazerga kirib, o'zimiz uchun bot yasab olamiz. Bot fazerga kirib, start tugmasini bosamiz. Va yuqoridan new post tugmasini bosamiz. New bot tugmasini bosganimizdan keyin unga nom ber deyapti. Unga nom beramiz va username tanlaymiz. Username yozganimizdan keyin bizga mana shunaqa token beradi. Ustiga bitta bosib qo'ysak nusxalanadi. Nusxalagandan keyin bu tokenni borib controller botga yuboramiz. Xabar degan joyiga bosib tursak qo'yish qilib tokenni yuborib olamiz. Mana botimiz yaratildi. Botimiz ichiga kirib usernamesdan nusxa olamiz. Endi o'zimiz shaxsiy kanalimizga kirib, yaratgan botimizni admin qilishimiz kerak bo'ladi. Mana admin qo'yish tugmasi orqali yuqoridan qidiruvga botimizni yozsak chiqib keladi. Barcha tugmalarni yoqib qo'ysak ham bo'ladi, sababi bot bizga tegishli va u xavfsiz. Pichkani bosamiz, mana admin bo'ldi. Endi Telegram kanalimizni usernamesdan nusxa olib, controller botga yuboramiz. Va botimizga kirib olamiz. Botga kirganimizdan keyin o'zimiz botimiz tayyor. Telegram kanalimizni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin sazdat post qilamiz. Endi quyidagicha post chiqdi. Kanalda post yaratish imkonsiz. Vaqt taymerlarini belgilang deb chiqdi. Buning uchun biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib ana quyidagi menyuga kirib My Channels tugmasini bosamiz va Telegram kanalimizni tanlab, vaqt taymerini bizga yaqin bo'lgan shahardan belgilab qo'yamiz. Mana endi tayyor. Tayyor bo'lgandan keyin o'zimiz kanalimizga kirib, kerakli postimizni oldindan yozib olamiz va undan nusxa olib kelamiz. Uni qo'yish tugmasi orqali qo'yib, botimizga kerakli joylarini o'zgartirib, tahrirlab olamiz. Post tahrirlashni oldingi darslarda ko'rsatganman, ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi. Yana bir bor ko'zdan kechirib chiqamiz, tayyor bo'lgach yuborish. Endi quyidagi menyular chiqadi. Media fayl qo'shing, kommentariya qo'shing, comments, reaksiya va uruli, ya'ni linkli tugmalarni qo'shishimiz mumkin. Hozir media fayl qo'shishni boshlaymiz. Qarang, shu joyga 5 megabaytdan ko'p bo'lmasligi kerak videomiz. Hozir biz rasm tanlab ko'ramiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi unga добавить reaksiyasi tugmasi orqali reaksiya qo'shamiz. O'zimizga yoqqan reaksiyalarni tanlab yuboramiz. Endi keyingi o'rinda добавить urulga kirib link biriktirishni o'rganamiz. Buning uchun o'zimizga kerakli bo'lgan raqam yoki so'zni yozib olamiz. Va so'zdan keyin bitta apostrof, ya'ni bo'sh joy qoldirib, chiziqcha yana bo'sh joy qoldirib, Telegram kanalimizdan, shaxsiy kanalimizdan link olib kelib, linkdan nusxa olib olamizda, qo'yish tugmasi orqali joylashtiramiz. Keyingi tugmada ham shunday bepul darslar postidan link olib kelib joylashtiramiz va yuborish tugmasini bosamiz. Mana tayyor bo'ldi azizlar. Endi buni yuklab olish uchun quyidagi 4 burchak tugmali menyuga kirib, Daley tugmasini bosamiz.
Bu yerda 2 xil tugma chiqadi: oboklivat va otlojit. Endi oboklivat degani hozirni o'zida yuborasanmi deyapti yoki vaqtga qo'yasanmi deyapti. Vaqtga qo'yishda mana bugun, ertaga va indinga vaqtga qo'ysa bo'larkan. Ichiga kirib, nastroylarni to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Endi biz nazat qilamizda. Hozirni o'ziga yuborib qo'ya qolamiz kanalga. Oboklivat tugmasi orqali kanalga joylanadi. Mana kanalimizga avtomatik joylandi. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli kreativ postimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Savollaringizni kommentariyaga yuborishingiz mumkin.